Assalomu alaykum. Meni ismim Shuhrat. Men prorabman. Hozir bu obyektimizni bitgan holati. Sizlarga bu obyektimizni boshidan oxirigacha nimalar ketgan, biz bu yerda nimalar qilganmiz, qanaqa har xil holatlar bo'lgan, o'shalarning hammasini ko'rsatib sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu uchastkamiz 3 sotuvdan iborat. Yashash joyimiz 400 kvadratga ega. Endi sizlar bilan xonalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Bu ikkinchi etajimiz. İkinci etaj hol. Bu yoqda kartinka yeydiganmiz. Har xil dekorlar qo'yib. Bu yerda TV zonamiz joylashgan. TV zonamizda kaminimiz ham bor. Maza qilib, televizor ko'rib, gaplashib o'tirsa bo'ladigan joy. Xo'p. Bu yoqda koridorchamiz. Patvining orqasini oyna qilganmiz. Keyinchalik bu yerga konsol ham qo'ysa bo'ladi. Konsol qo'yib, yana dekorlar qo'ysa yana ham ochiladi. Birinchi xonamiz gostivoyimiz bo'ladi. Bu yerda spalniyamiz. Uyimizda Alisa bor. Alisa, Svet. Marhamat. Klientimizning ismlari Baxtiyor. Ayollarning ismlari Sevara. Shuning uchun SB deb yozilgan. Alohida svetilligimiz bor. Svetilligimiz ham juda ham chiroyli, romantikniy. Sochiqlarimizda ham ismli logotip qilib yozilgan. Bu sanuzelimiz. Bu garderobligimiz. Hop, davom etamiz. Endi ikkita detskiyimiz. Qarama-qarshi ikkita detskiyimiz bor. Bu xonadonimizda faqat o'g'il bolalar, qizlar yo'q hali. Abu Bakr joylari ismlari yozilgan. Mebellarimiz Asko jamoasi tomonidan birga dizaynlarini ham, ko'rinishlarini ham, hamma narsalarini birga maslahat qilib qilganmiz. Asko jamoasi uchun alohida rahmat. Bu yoqda shpondan ishlatganmiz mebellarni.
kompozitsiya bo'lsin, dizaynimiz chiroyli chiqsin deb partaga, bunga va bu yoqda ispaniyadagi dekorlarga ham ishlatganmiz. Marhamat, ikkinchi detskimizni ko'ramiz. Bu yerda Muhammad Ali va Muhammad Komil yotishadi. Hamma narsalarni ranglariga ahamiyat berib qilingan. Pardani, divanni, mягкийni materialini, korpusli shkaflarimizni ranglarini hammasini bir-biriga moslashga harakat qilganmiz. Inshaalloh shu chiroyli kayfiyat beryapti. Va bolalar uchun sanuzilimiz bor. Bu sanuzilimizda ozgina bolalarga kayfiyat berishi uchun podsvetkamizni bunaqa rang qilganmiz. Общий sanuzilimiz bor. Общий sanuzilda vannadan foydalanganmiz. Qolgan sanuzillarda asosan dushovoy qilingan. Bu общий sanuzilda vannadan foydalanganmiz. Smesителlarimiz внутренне qo'yilgan. Podsvetkalarimiz bor. Nishalarimizda ham podsvetkalarimiz bor. Bu yoq tomondan ham nishamiz bor, bu yoq tomondan ham nishamiz bor. Narsalar qo'yishga ehtiyoj ko'p bo'ladi. Unumli foydalansa bo'ladi. Har bitta odamni o'zini yaxshi ko'rgan xonasi bo'ladi. Meni ham yaxshi ko'rgan xonam, o'ylaymanki, klientlarni ham eng yoqqan, eng yaxshi ko'rgan xonalisiga olib qo'yaman hozir. Ofisimiz yozuvlari bilan hamma narsa o'z joyida juda ham ajoyib chiqdi. Dekorlarimiz ham o'zgacha kayfiyat beryapti. Soatlarimiz, TVlarimiz. Va charchoqlarni yana ham chiqarish uchun bu xonamizdan terrasaga chiqish joyimiz bor. Marhamat, operator. Ana endi birinchi qavatga uchamiz. Biz tepadan boshlab tushyapmiz pastga. Ketdik. Kandeladan olganmiz bu qandillarni, biralarni bir-biriga mos. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ikkinchi etaj, birinchi etaj hol va zinadagi qandilimiz, biralarimiz bir-biriga kompozitsiya qilingan, bir-biri bilan ajralib turmaydi. Hamohang bo'lib ketgan.
Bu birinchi etaj holimiz. Birinchi etaj holda ham ikkinchi etajga o'xshab mягкий divan berganmiz. Faqat milliy kona uslubda berganmiz. Xon taxta emas yoki stol emas. Stoldan pastroq, xon taxtadan balandroq holatda. Xotirjam, doimiy ovqatlanib, gaplashib o'tiriladigan joy bo'lgan. Bu xonamiz katta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Biz mehmondo'st xalqmiz. Shuning uchun mehmonlarimizni kutib olish uchun alohida zal. Hozir sizlar ko'rayotgan narsalar hammasi tayyor bitgan holatda. Lekin bu holatga kelguncha ancha mehnat bor. Endi esa ayollarimiz uchun eng kerakli va eng yaxshi ko'rgan joylisi kuxnyamiz. Mana shu narsani ayollarimiz juda ham yaxshi ko'rishadi. Ya'ni bizani o'zbek ayollar nimani yaxshi ko'radi? Uxluvda xamir yoyishni va ikkinchi yevropeyskiy uslubda choy ichib, ovqatlanib o'tirish uchun foydalaniladi. Kvars toshlardan ishlatganmiz, o'stiribdi ustini. Stolishnica ham kvars toshdan ishlatilgan. Bu kuxnyani mebellarini ham Asko jamoasi qilgan. Kartinkalarimiz, svetilniklarimiz, stulchiklarimiz hammasi bir-biriga mos. Va oxirgi joyimiz birinchi etajda
общий sanuzeli qoldi. Bu sanuzelni yoshlari katta ota-onalarimiz foydalanishadi asosan. Shuning uchun shunga moslab dushovoy kabinamizni sidochkali qilib qo'yamiz. Bemalol o'tirib cho'milishligi mumkin va alohida tahorat olish uchun ham alohida smesитель qo'yib berganmiz. Cho'milish uchun bu yoqda внутренний смесителlarimiz ham bor. Podvalimizda tushirishda ajoyib zonamiz bor mehmonlar uchun. Bu yerda ham ranglarni bir-biriga tushirib moslashtirib qilingan. Ko'rpachani ham alohida ramkalariga e'tibor beringlar. Bir-biriga ulanib ketyapti. Shu palasalarni balishlariga ishlatganmiz. Juda ham chiroyli ko'rkam bo'lib turibdi. Pardalar ham bir-biriga moslangan. Bu yerda konsol ishlatganmiz. Konsolimiz ham juda ham ajoyib va chiroyli chiqqan. Va podvalimizda bitta xonani shunaqa xonaga ajratganmiz. Garderobniy xonamiz. Ya'ni yozgi, qishki, bahorgi kiyimlar mavsumlarda alishtiriladigan va shu yerda saqlanadigan kiyim-kechaklarni shu yerda saqlasa bo'ladi. Shunaqa xonamiz bu. O'stirib ham berganmiz. Shkaflarimiz ham juda ham ajoyib, ichlari katta-katta. Bu yog'iga o'stiribga hammasiga tortmalar berilgan. Kichikroq kiyimlarni qo'ysa bo'ladi. Bu yoq tomonda ham shkaflar bilan foydalanganmiz. Polkalar bilan ajratib, ancha-muncha narsalar ketadi. O'zbekda nima ko'p? Ortiqcha narsa ko'p. Endi yana bitta xonamiz qoldi. Maza qilib dam oladigan xona. Kinoteatr xonamiz. Akustikalar ham ancha yaxshi, effektivniy bo'lgan. Shovqin suronsiz maza qilib kino ko'rib, tomosha qilib, dam olib o'tirsa bo'ladigan xona. Kataloglarida relisli treklardan foydalanganmiz. Chunki kerakli nuqtalarga освещениeni yoritishni bera oladi. Agar oddiy galagellar qo'yganimizda hamma yorishib, oddiy xonaga o'xshab qolishi mumkin edi. Kinoteatr bo'lgani uchun shunaqa освещение turlarini tanladik.
Endi sizlar bilan hovlimizni obzorlarini ko'rib chiqamiz. O'rtada chiroyli landshaftimiz joylashgan. Bir-biridan go'zal daraxtlarimiz. Stol stullarimiz ko'rishingiz mumkin. 11 kishilik stol stulimiz Mebel House'dan olganmiz. Juda ham chiroyli, ranglari ham, o'zi ham zontiklar bilan ixchamgina joylashgan. Mana shunaqangi proyektimizni topshirishimiz uchun 1 yildan sal oshiqroq vaqt ketadi. Kimga shunaqa chiroyli, go'zal va sifatli ish kerak bo'lsa, biza har bitta ishimizga to'laqonli 100% javob berib, sizlarga topshirib beramiz.